Marhamat, shaxsiy narsalaringizni qaytarib olishingiz mumkin. Rahmat. Ancha vaqt o'tdi. Meni smartfonim va bizga ko'kzindondan chiqishga ruxsat berishdi. Yo'chan, o'zi endigina kelganding-ku. Yana ketyapsanmi? Ha, ozgina muddatga. Do'stlarim bilan ozgincha vaqt o'tkazmoqchi edim. Men hozir Shibuyadaman. Hey, salom. Isagi ham keldimi? Bachira, chigiri. Menga bu joy yoqdi. Lekin nega faqatgina bu yerda uchalamiz? Shirinlikdan olishni xohlaysanmi? Hattoki chumoli ham cho'kib ketadigan darajada juda ham shirin. Mana bu asal va karamelli latte juda ham mazali ekan. Ahmoq, seni tan bilish qobiliyating xuddi yosh bolaga o'xshaydi. Men Raichi va Nikoni ham chaqirgandim, lekin ular xohlashmadi. Teoriyasi uzoqda yashar ekan, shu sababli kela olmadi. Igaguri aytdiki, o'zi yashaydigan ibodatxonaga yordam berish kerakligini aytgandi. Va Igaguri tog'ga yo'l olgani uchun u bilan bog'lana olmadi. Qani unga qo'ng'iroq qila olsam? Va kuniga mening kontaktini bilmayman. Esaki, sen o'zi kimni chaqirding? U va nihoyat javob yozdi. Nega kelishini menga aytgandi. Va nihoyat biz ozodmiz. Qanday ajoyib, to'g'rimi? Ozodlik siz naqadar yoqimli, to'g'rimi? Albatta, axir toza havoda nafas olish qanchalar ajoyib. Endi nima qilamiz? Hamma narsa qilamiz, chunki hozir menda umuman reja yo'q. To'g'ri, axir biz ozodmiz-ku. Ha, aytmoqchi, keyingi yangiliklarni ko'rdingizmi? Qanaqa yangilik edi? Biz endi hamma joyda mashhurmiz. Rostdanmi? Ajoyib, u yerda o'zi nima deyilgan? Bu o'yin Itoshi Saiyaning milliy terma jamoasidagi ishtirok tufayli juda ham ko'p o'yinni talab etdi. Lekin kutilmagan natija barcha odamlarni hayratga solib qo'ydi. Ego Jinpachining Yaponiya dunyosida eng yaxshi hujumchining yarashish orzusi o'zini ko'rsata boshladi va jamoa tomonidan yaratilgan yangi konsepsiya bu narsani butun dunyoga mashhur qilib yubordi. Men faqatgina o'zim ishongan narsaga yo'l ochdim. Ko'k zindondan chiqishimizdan beri hamma narsa juda ham boshqacha. Ha, xuddi shunday. Pulga o'shdan noki. Bu gaplardan hali juda ham ko'p afsuslanadi. Lekin qaranglar, biz bir-biridan ajoyib ishlar qildik, shunday emasmi? Nima? Qo'y, ana yerdagi yigitlarga qarang. Axir bu bizning eski shotirlarimiz-ku. Salom do'stlar. Salom, Isaki Chigiri. Sizlar bu yerda nima qilib yuribsiz? Biz hordiq chiqarish uchun yig'ilgandik. Sizlarchi? Biz shunchaki eng so'nggi aksiyalar haqida gaplashayotgan edik. Boshqacha turmagi haqida emasmidi? Kelajakdagi orzularimiz haqida gaplashayotgan edik. Yo'q, juda g'alati ekansan-ku. Albatta, sport, moda va ijtimoiy hayot haqida ham. Ishlar jiddiyga o'xshaydi. Men bu narsaga qo'shilmayman va hech narsani eshitmadim. Hoy, biz Shibuyadagi qizlar haqida gaplashayotgandik-ku. Hammamiz shu yerda ekanmiz. Kelinglar birga boramiz. Naga qayerda? Yigitlar, o'zlar bilan birga emasmidi? Menimcha hammasi qanday bo'ladi? Ha, men ham boraman. Uxlab qolgani uchun kech qolishini aytgandi, biroq yaramas ifloschi. Ketdik, izlaymiz uni. Ketma-ket 16 ta g'alaba. Meni darajam yanada ko'tarilyapti. Hoy, o'yinga mukkasidan ketgan shahzoda. Sen yaramas, bizlarni chopib bu yerda o'ynab tursanmi? Jinoyatchi qo'lga olinding, Nagi. Ketdik, birga o'yinlar o'ynaymiz. Meni mahoratimni ko'rib qo'yinglar. Buni uddalay olding. Hammasini qo'yil qildik. Axmoqlar, xalaqit beryapsiz. Nagi, qimirlasang o'lasan. Rostdan ham bundan afsusdaman. Yo'q, sen bu uchun jazolanishing kerak. Aniq nishon ko'rdim-ku. Barakalla, juda ham ajoyib chiqdi Yuki. Va uni bilet o'ynashini bilmasdim. Wow, ajoyib zarba. Unchaki to'pni ursang bo'ldi. Bilam, Mikon, Shiritori ping-pong o'yin boshlandi. Sen yutqazding. Nima deysizlar, balki karaokega kirarmiz. Qani ketdik. La. Sen yolg'onchisan. Kim bu qiz? Bu menga hech qanaqa uchrash emas. To'xta. Men bunga ishona olmayman. Menga tegma, iflos xiyonatkor. Voy bo. Sevishganlar janjallar menimcha. Yigitlarga qaramasdan yuring. Salom bolalar, qaysizlar? Ayku. Futbolda juda ham jiddiy odam bo'lsang, hayotda juda ham ulug' odam ekansan-da. Boyagi qizlarning yoshi biznikidan ancha katta edi. Sen o'zingni ulardan himoya qila olasanmi yo'qmi? Demak buni ko'ribsizlar-da. Sizlar ham dam olishga chiqdinglarmi? Bizni butun bir jamoamiz shetdi. Nima? Bu yerda nima qilyapsizlar o'zi? Hoy, bu Isagi Yoichi-ku. Dushmanlarimiz qayerdan kelib qoldi? Biz shunchaki bu yerda aylanib yurgan edik. Ayku ham shetda ekandi. Nagi Seishiro ham kelibdi-ku. Ular bilan urushamizmi? Isagi, bizdan yordam kerak emasmi? Xo'sh, qarang kimlarni uchratib qoldik. Mana shu yerdaman. Shu.
Senle urushishga qo'ysanlarmi? Qo'y, birgalikda vaqtimizni chay o'tkazmaymizmi? Kechki ovqat uchun garov o'ynashga nima deysizlar? Qo'y yigitlar, avval ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Bu o'ling bilan hammasini hal qilamiz. Mana ismimni maxluq deb kirgizinglar. Menikini esa zamonaviy Budda deb kirgizinglar. Unda menikini Ninja Banban deb kirgizinglar. Bas qilmasangiz hozir hammangizni ABS qilib yozib ketaman. Rostdanmi? Ana u yerda yolg'iz o'ynayotgan yigit menga juda ham tanish ko'rinyapti. Qanday zamonaviy va chiroyli uslub. Wow, juda ham zo'r o'ynar ekan-ku. Va o'sha sochi tikraygan yigit emas, shunday emasmi? Baroku. Rostdanmi? Oy jinna, bu yerda nima qilib yuribsan? Nima? Meni shaxsiy hududimda nimalar qilib yuribsiz? Seni shaxsiy to'ping ham bormi? La'nati qo'llaring bilan bu narsaga tegma. Bir marta otib ko'rsam maylimi? Seni hoziroq o'ldiraman. Bundan keyingi boblarni Ani Sembo Telegram kanalida topishingiz mumkin. Ovoz berishda ishtirok etdi Sayk, Itachi va Semboy.